Assalomu alaykum qizlarjonlar, yaxshimisizlar? Men zakvaska tayyorlayapman hozir. Tabiiy non uchun. Bugun 4-kuni. Qaranglar, buni ichidagi ko'pikchalari уже paydo bo'lganda, nasib bo'lsa yana 3 kun qolib, 3 kundan keyin nonlarni tayyorlashni boshlayman. Zakvaska bir martaga hammaga o'xshamaydi deydilar. Mana birinchi marta qilib ko'raman. Agar o'xshab zo'r bo'lib chiqsa, nasib bo'lsa retseptlarini qo'yib boraman sizlarga. Zakvaska tayyorlashni. Zakvaskadan tayyorlangan non sahrlar uchun, dietaga bo'lganlar uchun juda ham foydali. Oshqozon uchun o'zi hamma nimaga ham foydali-da. Zakvaskalik nonlar. Qani qilaveraychi, qanday bo'lar ekan. Bugun men zakvaskamni 4-kuni. Уже po'zaroqlari ham chiroyli bo'lib, ko'pgina bo'lib chiqqan. Keyin polni tayyorlashini qo'yib boraman sizlarga. Agar o'xshab chiqsa.